Ko'pchilik yoshlarimizda va ularning ota-onalarida bo'ladigan savol: qanday kasb tanlash kerak? Kelinglar bugun shu haqida gaplashamiz. Qanday kasb tanlash kerakligi haqida gaplashishdan oldin biz kelinglar hammasini bir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda yoshlarimiz yoki ota-ona farzandiga birorta kasbni tanlashdan oldin uni chuqur tahlil qilish kerak. Ya'ni o'sha kasb orqali qanchalik jamiyatga foydasi tegan, ya'ni insonlarga manfaatlimi va bu odam olamni o'tib ketgandan so'ng o'sha kasbi orqali kimlargadir foydasi tekkan bo'lsa, ilm o'rgatgan bo'lsa, shu insonlar uni duo qilib eslab turadimi? Shunga ahamiyat qaratish kerak. Ikkinchisi, bu kasbda bepulga bo'lsa ham ishlay oladimi? Ya'ni shu kasbni shunchalik yaxshi ko'rsinki, o'sha kasbiga haq to'lanmasa ham ishlashga rozi bo'lish kerak. Yarim kechasi soat 2dami, 1dami uyg'otib, sen mana shu ish bilan shug'ullanishing kerak desa, shu ish bilan shug'ullana olish kerak. Ya'ni tanlagan kasbidan yarim kechasi uyqudan uyg'onib bo'lsa ham o'sha ishni qila olish kerak. Shunda u shu kasbni sevgan bo'ladi. To'rtinchidan, kasb tanlashda yana u shajarasiga e'tibor berish kerak. Ya'ni uni ota-bobolari qaysi kasb bilan shug'ullangan? Masalan, ayasi, dadasi qaysi kasbda? Yoki otasi, buvilari qaysi kasbda? Tog'alari, amakilari, ammalarini yoki qarindosh urug'ini surishtirish kerak. Ya'ni o'shanda kimlar ko'proq kasb bilan shug'ullangan bo'lsa, albatta bunida ham qonida bo'ladi. Ya'ni odamga Alloh tomonidan 13 xil qobiliyat beriladi. O'sha qobiliyatlardan biri shajarada bo'ladi. Ya'ni ota bobolaridan o'tib kelgan shajara. Masalan, men o'qituvchiman. Chunki meni opa-oqam o'qituvchi bo'lishgan. Tog'am, xolam, amakim, opa-singillarim o'qituvchi. Menda ham o'qituvchilik qobiliyati qondan o'tib kelgan. Shuning uchun men o'qituvchilik kasbini tanlaganman. Beshinchisi, agar siz shu kasbni tanlasangiz, olamdan o'tayotganingizni armon bilan ketmaysizmi? Ya'ni so'nggi nafasingizni olayotganingizda aynan shu kasb bilan shug'ullanganingiz uchun armonsiz olamdan o'tib ketasizmi? Demak, siz mana shu 5 ta faktni keltirib o'tdik. Agar 5 faktga asoslanib kasb tanlasangiz, albatta sizdan eng zo'r mutaxassis, malakali mutaxassis chiqadi. Siz qaysi kasbni tanlamoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.